O'chi me'yoriy hujjatlarsiz boshqaryapsiz avtoulov. Shunga esimdan chiqdi deyapman. Bu kimning aybi? Tabiatni aybi. Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab tungi reyd tadbirlarimiz davomida ko'rib turganingizdek, ushbu Gentle rusumli avtoulov haydovchisi transport vositasini davlat raqam belgilariga o'zgartirish kiritib, hoshiyalarni o'zboshimchalik bilan tusini o'zgartirib, avtoulovni boshqarib yurganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu qoidabuzar haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-modda 5-qismiga asosan qonuniy tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, yo'l-patrul xizmati xodimi tomonidan avtoulov vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib borib qo'yiladi. Harakatlanib kelgan ushbu Malibu 2 rusumli avtoulov yo'l-patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatib tekshirilganda haydovchimiz hali haydovchilik guvohnomasi olmasdan turib ushbu avtoulovni shu holatda qoidabuzarlik sodir etib boshqarib yurganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha ko'rib turganingizdek, qoidabuzar haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirib, avtoulov vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga maxsus evakuator yordamida yuboriladi. Mana bizga bir marta o'rnak bo'ldi. Endi sizlarga ham bez dokument, bez ishtima haydamasliklaringni tilab qolamiz. Tushundim men bo'lganini. Xatoni qaytib qilmayman. To'xta harakatlanib kelgan avtoulov to'xtatib tekshirilganda haydovchimiz me'yoriy hujjatlarsiz avtoulovni boshqarib yurganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha qoidabuzar haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi 1-qismiga asosan qonuniy tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtoulov vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib borib qo'yiladi. O'chi me'yoriy hujjatlarsiz boshqaryapsiz avtoulov. Shunga esimdan chiqdi deyapman. Bu kimning aybi? Tabiatni aybi. Samarqand shahar Orzu Mahmudov ko'chalari bo'ylab ushbu Onyx rusumli transport vositasi haydovchisi harakat davomida svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatni davom ettirib, piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan 4 nafar piyodaga yo'l bermasdan o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirib, transport vositasini boshqarib ketgan. Ushbu holat bo'yicha qoidabuzar haydovchi hamda transport vositasi topilib, ko'rib turganingizdek, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-4 moddasi hamda 128-moddaning 1-qismiga asosan qonuniy tartibda chora ko'rilib, avtoulov vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga maxsus evakuator yordamida yuborilmoqda. Boshqa qaytarmaydi. Shoshib qoldik soat. Shoshmanglar, qoidaga rioya qilinglar. Men tushundim. Tungi paytda kuchaytirilgan reyd tadbirlarimiz shahar ko'chalari bo'ylab davom etadi.